Ertalabki nonushtalar uchun zo'r ketadigan, ranglari ham karamelli bo'lib chiqadigan xalvitar tayyorlashni o'z usulimda o'rgataman. Dastavval ishimizni bir piyola shakarni qaynagan suv quyib eritib olishdan boshlaymiz. Shakar o'rniga novvotdan foydalansanglar ham zo'r bo'ladi. Ana endi tayyor sirupni bir chekkaga olib qo'yamiz va qozonga bir cho'mich yog' quyib salgina qizitib olamiz. Yog'imiz ustidan bir piyola un qo'shamiz va tez-tez yaxshilab aralashtirib turamiz. Unli massamiz bir tekisda hamma yog'i chiroyli bo'lib qizarishi uchun gazni pasaytiramiz va oldidan ketmasdan qovurishda davom etamiz. Unli massamiz karamelli tusga kirgandan keyin sirupimizni ehtiyotkorlik bilan quyamiz va vinchikda komochkalari ketguncha aralashtiramiz. Past olovda 10-15 minut qaynatamiz. Qarabsizlarki, uyimizda bor masalliqlardan mazali nonushtamiz ham tayyor. Sizlar xalvitarni qay usulda tayyorlaysizlar, izohlarda albatta yozib qoldiringlar. Videoni esa o'z yaqininglarga yuborib qo'yinglar va yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab olinglar. Retsept yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar va meni kanalimga tez ulanib olinglar. Hali bundan-da zo'r retseptlarni birgalikda tayyorlaymiz. Hammaga yoqimli ishtaha.